24 fevral günü Rusiyanın Ukraynaga tajovuz qilish urushini boshlashi bilan dunyo qaytadan oshkora va rasmiy yo'sinda ikkiga bo'lindi. Ya'ni Amerika boshliq G'arb va Yevropa davlatlari Ukrainaning Rossiyaning ishg'oliyatiga qarshi kurashini har xil shakllarda qo'llashga va yordam ko'rsatishga kirishdi. Rossiyaga qarshi qatma-qat embargolar yo'l qo'yilib, uning umumyuzlik yetim qoldirilish vaziyati shakllandi. Vaholanki Xitoy Rossiyaning ittifoqdoshi sifatida Ukraina masalasida Amerika qatorli g'arb davlatlari bilan bir safda bo'lmay, oshkor yo'sinda Rossiyaning Ukrainaga qaratgan hujumini tajovuzchilik deb atashni rad qildi. Shuningdek, Rossiyani iqtisodiy jihatdan qo'llash, savdo va boshqa har jihatdagi aloqalarini kuchaytirganligini bildirdi. Turkiyadagi Hacettepe Universitetining professori doktor Erkin Akremning qarashicha, bular orasidagi bu xil hamkorliklarning fevralning 5-ida Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Beijing ziyoratida Xi Jinping bilan o'tkazgan suhbatlar natijasida hosil bo'lganligi faraz qilinmoqda. Mayli rayon xarakterlik meselelarda bo'lsin, mayli Birleşken Devletler Teşkilatı ramkasında xalqaraviy meselelerde bo'lsin, bular doim bir-birisiga pas berib turib, bugungacha bu xil munosabatni ilib kelyotdi. Bu qitimki Ukrainaga hujum qilishi Rossiyani ikki xil bir ifoda bilan aslida qo'llab kelyotdi. Balki buni shu Putin'ninki Xitoy ziyorati vaqtida yipiq bir şekilde bularni so'zlashgan bo'lishi mumkin. Chunki Xitoyning qishlik olimpiad o'yinini davom qilman deganda dunyoda nihoyatda chin bisimlar keldi. Ba'zi tanqidlar, ba'zi embargolar, diplomasiya embargolar bordi. Bunda bir paytda Rossiya agarda Ukrainaga baldur hujum kirsa, balki olimpiad o'yinimiz ziyon berdi deb bular balki bir şekilde kelishgan bo'lsa kerak. Qisqasi Xitoy yaqinqi bir qancha yillardan buyon Amerika bilan bo'lgan savdo iqtisodiy xavfsizlik raqobatlari bo'libmi Amerikaning Xitoyni Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik ilib borganlik bilan qattiq ayblashdan keyin yolg'iz qolgan qiyin ahvolda Rossiyaning Ukraina masalasini cho'ri deb Amerika boshliq G'arbga qarshi oshkora jang e'lon qilishini o'zining bu qiyin holdan qutulish va Amerika boshliq G'arbga qarshi yangi ittifoqdoshlikni kuchaytirish fursati deb to'nagan. Doktor Erkin Akremning qarashicha, vaholanki Xitoy bilan Rossiya orasidagi ittifoqdoshlikdan har ikkilisining ko'zlagan maqsadi bo'lib, ammo ular orasida mustahkam va o'zgarmas ittifoqdoshlik yo'q. Ukrainaga harbiy hujum bilan birlikda Rossiyani yana shu siyosiy jihatdan qo'llaydiganligini va shu iqtisod jihatdan, tijoriy jihatdan yana qo'llaydiganligini osonla ko'ra olamiz. Ammo agarda Putin ushtirsa, u vaqtida Xitoyga ziyon bo'ldi. Chunki buningki sherik davlati, ittifoqdoshlik davlati kuchini yutirib qo'ydi degan gap. Xitoy yolg'iz qolgan gap. Ondan keyin Amerika Xitoyga qarshi butun kuchini Xitoyga qarshi ilib bordi. Agar Putin ushtirib olsa G'arbga qarshi, u Putin bek yo'g'rab ketadi. U vaqtida O'rta Osiyo bo'lsin, Kavkaziya bo'lsin, Balkan bo'lsin, bu Sharqiy Yevropada naiti bir cho'ng bir kuchga, ta'sirli bir kuchga ega bo'ladi. Vaqtida Xitoyningki yeni İpek yo'li strategiyasi maqsadga qaraganda amillashamamdi degan masala chiqadi bu yerda. Shuningga kuchlik bir Putinni istamaydi, ojiz qilib qolgan bu Putinni istamaydi, o'tirib holdagi bir Putinni istaydi. Shu maqsad bilan Putinga bo'lgan yardım va destekni yo'lni tanlaydi deb o'ylayman. Demak, tarixiy nuqtadan qaraganda Birinchi va Ikkinchi dunyo urushining oldi keyindagi ittifoqdoshlik va raqiblik, ittifoqdoshlar va raqiblar orasidagi sovuq munosabatlar ham qurolliq urushlar qismatlari 21-asrning birinchi chorigida qaytadan takrorlanishga boshlagan. Qozog'istondagi siyosatshunos va tarixchi qahramon G'ujambardining qarashicha, demak, Ikkinchi dunyo urushidan keyin bo'libmi 1949-yildan keyingi Amerika boshliq demokratik g'arb sistemasiga qarshi kommunistik Sovet Xitoy ittifoqdoshligining yangi xil shakli, ya'ni bugungi Rossiya Xitoy ittifoqdoshligi maydonga chiqqan. Stalin Rossiyasi ana shu Amerika boshliq g'arbga qarshi turishda o'z kuchini oshirish uchun Sharq Turkiston Jumhuriyatini o'z ichiga olgan Uyg'ur elini Xitoy kompartiyasiga berib o'tgan. Ya'ni Uyg'urlarning milliy manfaatlarini qurbon qilib o'tgan edi. Albatta, Rossiyaning hozirgi Ukrainadagi
siyosati aynan o'z vaqtida Uyg'urlar qo'llangan siyosat. Shu 49 yillar boshda 45 yillari qo'llab Cumhuriyetni harbiy tarafdan boshqa taraflardan qo'lladi, ammo o'zining maqsadiga yetgandan keyin, ya'ni Amerika ittifoqdoshlar bilan birga militaristik Yaponiyaga zarba bergandan keyin ham eng muhimi urushdan keyingi davrning taraqqiyotini faraz qilib, butun bu Osiyoda o'zining ta'sir doirasida va o'ziga ittifoqdosh tutishni kommunistik sistemaga yuz burib, Mavzudunga Uyg'ur davlatini vayron qildi, setvatdi, uning rahbarlarini amaliyotda o'ltirvatdi Moskvada. Aqibati mana shunday bo'ldi. Hozirmi aynan shu qo'llanyapti. G'arbga qarshi bugungi bu Rus-Xitoy ittifoqdoshligining sabab omillari qatorida dunyoning yetakchilik o'rnini talashish bosh nuqta bo'lsa, uningga qo'shimcha vositalik omillar qatorida Ukraina va Uyg'urlar masalasi turadi. 30 yillik mustaqillikka ega Ukraina Rossiya tarafidan ishg'ol qilinib, mustaqilligini yo'qotib, qaytadan xuddi tarixdagi Charusiya va keyingi Sovet ittifoqi ostiga tushib qolgandek, qaytadan Rossiya hukmronligida bo'lish va demokratik G'arb va Yevropa bilan aloqalash yo'rligidan ayrilib qolish xavfiga duch kelgan. Mustaqil hokimiyatini ana shu Sovet ittifoqining yordami ostidagi Xitoy kommunist hokimiyat tarafidan tatqizib qo'yganiga 70 necha yil bo'lgan Uyg'ur xalqi bo'lsa, 20-asrning 30-yillaridan buyangi insoniyatning eng og'ir irqiy qirg'inchiligi, ya'ni millat sifatida to'liq yo'qotilish xavfiga duch kelgan. Doktor Erkin Akremning qarashicha, mana bu ikki qismat Amerika boshliq G'arb davlatlari tarafidan bu qismatni yaratayotgan Rossiya va Xitoyning bu qilmishlarini cheklash, to'xtatish uchun harakatga o'tishi bilan bu ikki ittifoqdoshning niyatini buzib tashlagan edi. Bular bir-biriga ehtiyojli bo'lib, Rossiya Xitoyning Uyg'urlarni irqiy jihatdan yo'qotayotganligiga ko'z yumib, Amerika boshliq G'arb demokratik ellarining bu masalada Xitoyni ayblashiga qo'shilmasdan Xitoy tarafini tutgan edi. Sharqiy Yevropadagi Ukraina bilan Markaziy Osiyodagi Uyg'ur elining tarixiy qismatlaridan boshqa jo'g'rafiyaviy siyosat qismatlaridami ko'p o'xshashliklar bor. Jo'g'rafiylik jihatdan Ukraina Yevropa bilan Rossiyaning o'rtasidagi G'arb dunyosi bilan Rossiyaning jo'g'rafiyaviy siyosiy o'tishma yo'liga joylashgan bo'lsa, Uyg'ur eli o'xshashla Yevroziyaning o'tishma yo'liga joylashgan. Bu har ikkalisi 19-asrdan tortib cho'ng imperiyalarning talashish ham ishg'ol qilish obyekti bo'lgan edi. Doktor Erkin Akremning qarashicha, Xitoy bilan Rossiya har ikkalisining Ukraina va Uyg'ur eliga nisbatan tarixiy ko'z qarashlari jihatda o'rtoqligi bor. Sharq Turkiston bilan Ukraina o'xshab ketadigan tarafi bo'lsa, shu Rossiya tarixni asos qilib turib, shu Ukraina bizningki zemini idi deb jakalaydi. Xitoy bo'lsa, Sharq Turkiston azaldan Xitoyning ayrilmas bir zemini deydi. Bular hammasi shu tarixni deb kelyapti. Tarixni asos qilib ilib kelyapti. Misolga Putin shu 2-21 Rus xalqiga qilgan o nutqdimi, hozirgi men deganni jakalagan. Ya'ni Çarlık Rusiyanın gizemini Sovyetler vaqtida shu Lenin, Stalinlar shu topraqni bergan respublika shaklida davatıdı. Ondan keyin Krim aralini shunda berayotgan deydi. Hozir biz o'zimizning zeminiga qo'shib olamiz. Hozir shu Ukrainaga hujum qilishimiz haqli degan bir narsani tarixdan izlanyapti hamdi. Bu Xitoymi shunda hamdi. Tarixda bizningki hozirmi bizning bo'lish lozim deydi. Ammo Rossiyaningki bu Çarlık Rusiya qurilmasdan avval Ukrainami Rossiyaning yeri emas. Sharq Turkistonmi tarixdan beri Xitoyningki yeri emas endi. Hozirgi Rossiyaning Ukrainaga tutgan siyosati uning keyingi 100 yilda Uyg'ur eliga tutgan siyosati bilan asosan o'xshab ketadi. Chunki Ukraina 18-asrdan keyingi tarixida Osmanlı imperiyasi, Charusiya imperiyasi va boshqa kuchlarning talish nuqtasi. 1917-yili mustaqil milliy jumhuriyat e'lon qilish bilan Sovet Rossiyasining G'arbga qarshi siyosiy kurash nuqtasi bo'lgan edi. Qahramon Xo'jambardining qarashicha, Yevrosiyaning o'tishma tuguni Uyg'ur diyori 19-asrda Rossiya, Britaniya, Osmanlı, Çin imperiyalarining 20-asrda Sovet Xitoy va G'arb siyosiy to'qinish nuqtasi bo'lib kelgan. Rossiya va Sovet ittifoqining Uyg'ur eliga qaratgan siyosati uning G'arb bilan bo'lgan munosabati bilan zich bog'lanishliq edi.
Oktyabr inqilobi zamanında Çar Rusiyanın qo'l ostidagi ko'plagan millatlar o'zlari mustaqillikni e'lon qilgan. Bu Ukraina. Keyin uni o'ziga qo'shib olib, G'arbga qarshi ishlatdi shu zamonda. Undan keyin buni ittifoqdoshlar tarkibida harakat qilgan Rossiya, Sovet ittifoqi 1945-yili Birlashgan Davlatlarni qurish jarayonida Ukraina, Belarusiyani ovoz olish uchun shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga shu vaqtda o'zining ittifoqdoshlariga har xil usullarni o'ynatib, shularni a'zo qilib kirgizdi. Bu vaziyat yana o'zgardi. Bundaq siyosat Rossiyaning qiyni desak bo'ldi, shu Char Rusiyadan Sovet ittifoqiga kelgan. Buningdan keyin qo'llandi. Shunga hozirgi Rossiyaning Ukrainaga ep berayotgan tajovuzi u asli uning maqsadi Amerika boshliq G'arbga uning Sharqiy Yevropadagi manfaatiga zarba yetkazish, harbiy tarafdan bir neri ishtirib chiqarib etish. Mayli Çarusiya yoki Stalin Rusiyasi va yoki hozirgi Putin Rusiyasi bo'lsin, bularning o'rtaq bir siyosati bor. U bo'lsa-mu boshqa kuchlarga qarshi uning atrofidagi davlatlar va xalqlarni qo'zg'ash yoki kerak bo'lgan bir qurbon qilishdir, deydi doktor Erkin Akram.